Men bugun o'zimni xursand qildim. Mikrofon zakaz qildim o'zimga. Marovosin deb qo'yinglar. Mayli. Xullas, gapirmoqchi bo'lganim umuman boshqa narsa. O'tmishda qanaqa yashaganingiz, qilgan xatolaringiz va tanlovlaringiz uchun o'zingizni ayblashni yoki ahmoq deb o'ylashni to'xtating. Chunki men ham shunaqa edim va bu sizga hech qanaqa foyda bermaydi. Sizni energiyangizni, kayfiyatingizni hammasini orqaga tortadi, yeb qo'yadi, bo'ldi. Siz o'sha payt qilgan tanlovlar balki hozir ahmoqlik bo'lib sizga ko'rinadi, lekin o'sha paytdagi eng to'g'ri qaror siz uchun shu bo'lgan. Va aynan hozir siz qilayotgan qarorlaringiz, tanlovlaringiz va bular ham 5 yildan keyin sizga yana ahmoqlik bo'lib ko'rinishi mumkin. Перерывать qilmasangiz ham bo'ladi, chunki hammasi allaqachon siz tug'ilmasingizdan oldin yozib qo'yilgan. Shuning uchun o'zingizni qiynamasdan o'tmishni qo'yib yuboring va o'zingiz kontrol qila olishingiz mumkin bo'lgan hozirgi kunga e'tiborni qarating. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bye bye.